Qizlar, bugun o'zimda bor uxodvilarimni, ya'ni o'zimda bor oqartiruvchi, dog'larni yaxshi ochartiruvchi uxodvilarimni obzorga bermoqchiman. Hozircha o'zimda bori nalichdagilar qizlar. Xo'sh, bu penka yuzni oqartiruvchi, tarkibida guruch ekstrakti, sut oqsilari va tuxum tarkibi bo'lgan Multi Brightening oqartiruvchi penkasi qizlar. 180 mg. Yuzni quritmaydi, yaxshi oqartiradi, hamma yuz tipiga yaxshi tushadi. Buni kremi bilan men video obzor ham qilganman, kremi ham bor buni. Keyingisi Ziyam brendidan vitamin C'lik, tarkibida 7 xil vitamini bo'lgan, mana oqartiruvchi penka. Antioksidant qizlar, pH balansini buzmaydi yuzni chuqur tozalaydi va kremiviy yumshoqqina penka. Men o'zim ham ishlataman deb qo'yganman bundan. Ko'p birib ketadi, juda ham yumshoq penka qizlar. Keyingisi toner. Centella brend, Skin 1004 brendidan. Asosan Centella deyishadi bu narsalarni. Centella narsalari bormi deb so'rashadi. Oqartiruvchi toner. Buni tarkibida oqartiruvchi niasinamid bor qizlar. Boosting toner, ya'ni kuchaytirilgan, yaxshi oqartirishga yordam beruvchi toner. 210 mg. Centellasi bo'ladi. Bu brendning narsalari asosan ta'sirchan yuzlar uchun ishlab chiqiladi. Shuning uchun hamma nimasida Centella qo'shiladi. Ta'sirchan yuzlarga yaxshi tushadi. Hamma yuzga, ayniqsa ta'sirchan yuzlarga ham yaxshi tushadi. Keyingisi Merikitdan multivitamin ampulasi, ya'ni serumi. Tarkibida 5-6 xil vitamini bor. Har xil vitamini bor. Asosan shu oqartiruvchi vitamin nimalari, qo'shimchalari buni vitamin C va niasinamid. Qizlar, bu ham zo'r oqartiradi, yuzni yorqin qiladi, dog'larni yaxshi ochartiradi. Mana 100% original, shuni skaner qilsangiz chiqarib beradi hamma ma'lumotini. Mana bu 50 mg. Ham antioksidant qizlar, vitamin C ni faqat yuzni yorqinlashtirishga, dog'larga emas, yana nimaga yordam beradi? Yoshartiradi yuzni, ham qarish jarayonini sekinlashtiradi, ajinlarni ham yaxshi nima qilishga yordam beradi, ketkazishga, yoyishga. Keyingisi Nubuzin brendidan oqartiruvchi, dog'larni yaxshi ochartiruvchi serum. Antioksidant bu ham shu, xuddi shu tarkibi 5 xil dog'larni oqartiruvchi, ochartiruvchi qo'shimchalari bor, ya'ni vitamin C, niasinamid, alfa-arbutin, glutation va tironeksamid kislotalari bor. Dog'larni yaxshi ochartiradi qizlar. Eng yaxshi nimalardan, dog'larga yaxshi ishlaydigan serumlardan. Keyingisi bu 30 mg, bu 50 mg. Keyingisi Snow White'dan Melastop Whitening kremi. Bu ham shu dog'larga qizlar. Buni tarkibida dog'larga ishlovchi niasinamid va arbutini bor. 80 mg. Dog'larni yaxshi ochartiradi. Buni kurpamda o'tsiflari bilan bor qizlar. Bu kremga yaxshi o'tsif olganman. Ham eng ta'sirchan yuzlarga ham yaxshi tushadi qizlar. Bular ketma-ketlikda ishlatiladi, bilsangiz, bilmaganlar uchun oldin yuz tonerda, penkada yuviladi, keyin toner suriladi, ketidan serum, mana. Uni ketidan krem qizlar. Kundalik shunaqa ishlatiladi. Agar zakazlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, Telegram guruhim silkasini qoldiraman. Bemalol kirib, zakaz bersangizlar yoki qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, so'rasangizlar bo'ladi. Bemalol qizlar.